Mana bu internetdagi ba'zi bir qo'shiqni ochsak negativlar bor-u, o'shalarga ikki og'iz nima deysiz? Negativ bo'lmasa taraqqiyot bo'lmaydi. Malomat deydi. Bu malomat degan narsa axlat u. Go'ng, sassiq narsa. Demak, unga parvo qilmaslik kerak. Parvo qilmagan shuki, buni odamlar olib borib огородga tashlaydi, go'ngni, axlatda. Yetishgan etki pomidori, bodiring, kartoshkalar ser hosil bo'lib chiqadi. Ser hosil bo'lishligi ana shuni tashagan malomatini sababidan go'ngidan bo'ladi. Shuning uchun o'sha go'ng tashayotgan o'rtoqlarga ham rahmat. Sal yaxshi madaniyroq o'g'it solganlaring ma'qul. Bitta kostyum shim olganga bitta palto qo'shib beriladi. Boshdan oyoq kiyinganga 7 ta narsa qo'shib beriladi. Bitta kostyum shim olganga bitta palto bepul beramiz desak, ba'zilar Orqam yonyaptimi? Una nima gram? Boshdan oyoq kiyingan xaridorimizga 7 ta bepul sovg'a beramiz. Yashirabsiz, yonyapti orqam. Ko'ra olmayman uni. Shunaqa gaplar. Bitta palto bepul sovg'a qo'shib beramiz. Boshdan oyoq kiyingan kuyovlar uchun 7 ta sovg'a qo'shib beramiz. Men ko'p joylardan kiyinaman, ko'p brendlardan, lekin aynan bunaqa do'kon, bunaqa skidka, bunaqa aksiya, bunaqa sovg'alar borligini hech qayerda ko'rmaganman. Kelinglar, Qo'qon Mumtoz shundoq kiyos arqonlar do'koni. Obuna bo'lishni unutmang.